Qarang, mana birinchi sinfga borganingizni ko'zingiz oldiga keltiring. Ha? Mana hozir katta-katta bo'lib qoldilaring. Ja, katta ham bo'lib qo'yiladigan hali katta bo'lganlaring yo'q, hali hayotda hamma yo'llari oldinda, mashaqqatlari oldinda Xudo xolasa. Eng muhimi, birinchi sinfga borganingizni bir eslang. Birinchi sinfga borganda ham hammang maktabga yugurib bormagansan. Qizlar ham shu. Yo'q, bormayman. 20 metrlab tormozda ketgan, onasi tortib ketgan. Borasan degan. Ustozning oldiga sinfga olib kirganda onang seni ustozga qarab, mana degan. O'qiting buni degan. Ustozlar bizda beminnat, bo'pti, keling bolam degan. O'shanda bag'riga oldi sizni. O'shandan buyon sizni tarbiyangiz bilan ishonavering, to'liq ma'noda ustozlar shug'ullanyapti desam xato bo'lmaydi, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Alifboni o'rgatishdan boshlashdi. Hammang mana shunda o'tirding. To'g'ri o'tir. Qo'lingni mana bunda qo'ygin partaga. Menga qarab o'tirgin dedi. O'shandan buyon bezovta bo'lasan. Hali bosilganing yo'q. To'g'rimi? To'g'ri o'tir dedi. Alifboni o'rgandik. A, B, V. Keyin so'zga o'tdik. A, na, ma, na, ma. Ha, bir amallab savoding chiqib keldi. Keyin bir kun bitta qiz o'zini ismi, familiyasi yozishni o'rgandi. Mana o'tirgan, mana qizim, sening isming nima? Seni. Familiyangchi? Ana, Jo'raboyeva Shoyista deb yozdi. Yozganda bu yangi Amerikani ochganday bo'ldi. Dedi. Voy! O'zim yozdim. Uyiga yugurib keldi. Dada dedi. Qarang. O'zim yozdim dedi. Dadasi ham oldi. Jo'raboyeva Shoyista. Barakalla qizim. Ofarin. Rahmat senga dedi. O'shanda ham ustozlarga yarimta rahmat kelgan yo'q. Ustozlar xafa ham bo'lishmadi. Eng muhimi, siz yozishni, chizishni va ilm degan katta bir darvozani ichidan qadam bosib kirganingizga shod bo'lishdi. Mana bugun kollejda o'qiyapsiz. Katta-kattagina bo'ldingiz. Hamma narsaga aqlingiz yetadi. Qarashlaringiz boshqacha, bo'yinlarda galstuklar, qizlar ham jahaliga o'ziga qaragan, borgan sari ana shunday ulg'ayib boryapsiz va buni zamirida, buni poydevorida ustozlarimiz bergan ilm poydevorini tashkil qilmayaptimikin? Tashkil qilyapti bolam. Ana endi katta bo'lding. Kechqurun darsdan qaytib borasan hammang. Uyga borganingda-chi, voy senlarda vahimang. Ana bu yigitlarni qara. Kun bo'yi yuradi. Shunday ilmga berilib, qattiq o'qib yuradi. Kechqurunga borib bu bechora yigitlar shunaqa charchaydi, ko'rsang rahming keladi. Uydagilar ham aytadi, jim. Ana Shuhratjon darsdan keldi, jim. Ovqatingni yegin bolam, yotgin deydi. Shundoq ovqat yeysizlar. Kun bo'yi barcha bilimni O'zbekistonda xuddi sizlar olgansizlar, qolgan hech kim ilm bilim olmagan. Haligi charchagan bechora bola shunday kiradi, shundoq yostig'ini ko'radi. Deydi, rahmat deydi. Assalomu alaykum deydi. Shundoq turgan joyida tashlaydi. Yostiqqa mana shuncha yetmaydi. Yonboshga tushadi. Shu tushgan bo'yi qotib qoladi. Shu boshini ko'tarib yostiqqa qo'yishga kuch topa olmaysizlar. Ana endi qara, har xil kinolar ko'radi, har xil narsalarni ko'radimi? Yigitlar tushida ertalabgacha gapirib chiqadi. Gapirganda ham ochiq-oydin gapiradi. Qoch bu yerdan, hozir tashlayman. Qoch. Dadasi aytadi, xotin, nima bo'lyapti bunga dedi. Ya, shunaqa bo'lib qolgan, yaxshi bo'lib qoladi dedi. Ana shu g'ong'un qoch qilib ertalab dadang uyg'otyapti. O'g'lim, tur, darsga kech qolding, tur. Haligi bola ko'zini ochib dadasiga qarab turib, nima? Yep, muttaham dadangman. Kechqurun tushida urush bir narsalarni ko'rgan, dadasi ham ko'zida bir formada bir narsa bo'lib ko'rsa kerak endi. Dadasiga qarab tashlanibdi, muttaham. Qo'l betingni yo'q, ovqatingni ye. Kollejga jo'na.
G'um qiladi bular. Kimni so'kadi? O'zini so'kadimi? Birovni so'kadimi? Kayfiyati yaxshi emasligi uyg'ongandan ayon. Dadasi aytadi: "Ey ho'kiz, qo'ng'illama. Choyingni ichkinda jo'na darsingga." Tavba. Qizchalarda mingta hiyla nayrang tayyor. Voy qizlarimiz, bular pishiq. Shunday onasi kelib o'ygatyapti: "Qizim, Gulnoza, tur qizim, tur. Hamma o'rtoqlaring kollejga ketyapti, kech qolasan, tur." Oyjon, mazam yo'q. Mana shu yerim og'riyapti. Kechqurun tekis yotding-ku qirilib. Nima bo'ldi? Bilmayman. Ana shu yerim og'riyapti. Voy bolam, shamol pamolga urdirdingmi? Nima bo'ldi? Bo'lmasa bolam bunday qilgan. Bugun darsga bormay qo'ya qol. Ozgina dori-pori ichib ertaga borarsan desa, tushunganingiz uchun rahmat. Yomon. Ayrim qizchalar bor. Ayrim qizchalarimiz yotib jahl bilan yotadi. Jonga tegdi hammasi, jonga tegdi. Hozir ko'zingni yummasingdan ustingda paydo bo'lishadi. Tur. Uxlaganda shunday uxladimi? Ertalab xuddi shunday uyg'onadi. Shahnoza, turmaysanmi? Ko'zi bachaq. Bo'pti, ko'zing ochiq bo'lsa. Bo'pti. Tur bo'lmasa ko'zing ochiq bo'lsa. Ana endi o'sha qizcha yuvinib, taranib, oynaga qarab turib, bu yoqga pardoz beryapti. O'ziniga pardoz qilyapti deng. Haligini ko'rsangiz. O'ziga o'zi ham to'qib tashlayveradi. Onasi aytadi: "Ey, oynani oldi, yopishib qoldingmi? Choyingni ichmaysanmi?" "Nima? Choyingni ichmaysanmi, qizim? Choy? Bo'pti, ichmasang ichmay, qo'y, bor, ketaver, bor. Choy ichmasdan ketaver." Ana endi yigitlarni ko'rsang, bittasi u ko'chadan, bittasi bu darvozadan sekin paydo bo'ladi. Hammasini qovoq o'yilgan. Shunday yaxshi ko'rasizlar, kollejga kelishdi. Mana to'g'risini aytinglar. Qizlar shu soat 7 bo'lmasdan o'zlari uyg'onib, choy-poy qilib yugurib kelasizlarmi? Albatta ustaringda onang kelishini kutasan. Onang kelganda-chi, bilasan onang kelishini uxlayotsan ham. Hozir onam keladi deysan, ko'rpani ichida bir mush bo'lib qolasan, bir mushda. Mana shuncha katta qiz bir mush bo'lib qoladi. Tongni otishidan qo'rqasizlar. Tong yorisha boshlasa, shunday ko'zingni ochasan-da, o'li tong bo'lgan. Bir boshda yuraverma. Senlarning xayolingda tong bir shundoq botsa-yu, 90 soat otmasa. Shu ko'rpani tagida yotsang hammang dimlani. Ana endi qara, hammang ko'chada paydo bo'lding. Ertalab bir-biring bilan ko'rishganda ham ja samimiy ko'rishmaysan. Yaxshimisan? Sen yaxshimisan? Yaxshi. Xuddi seni uyg'onib ko'chaga chiqqaningga yoningdagi o'rtog'ing aybdordek. Qara, 600-700 bola sekin ana ko'chani boshidan kirib kelyapsizlar. Ko'zing oldiga keltir. Hammasi kelyapti. Shu payt O'tkir akamiz butun muallimlar bilan chiqib, darvozani oldida sizlarga peshvoz turib, sizlarni kutib olsa, faraz qilgan. Direktor turibdi. Assalomu alaykum, qaro ko'zlarim. Aylanib ketay. Ming bor uzr bezovta qilib qo'ydik endi. Shunaqa niyatimiz yo'q edi. Bezovta qilib qo'ydik. Urintirganimiz uchun uzr deb tursa-da, qolgan o'qituvchilar ham sizlarga qarab turib, kechirasizlar deb tursa. Sen hammang tursang. Mayli, gap yo'q. Qani marhamat deb ichkariga boshlasa, senlar keyin kirib kelsang. Qaragin, eng muhimi, direktor unday qilishga haqqi yo'q. Seni hech kim mana bu darvozani oldida sizlarni peshvoz chiqib kutib olmaydi.
o'zlaring lo'killab kirib kelasan. Kirasan, mana bu hovli bor-ku, hovlida yurasan hamma. Shunday kayfiyating yo'q. Chunki bu yerda sizlarda bitta dushmanlaring bor kollejda. U ham bo'lsa qo'ng'iroq. Kiring desa tamomda. Voy deb borasan-ku. Shu kiring, chiqing desa yaxshi. Kiring desa shunda tarvuzing qo'ltig'ingdan tushib, yur. Hamman xona-xonanga tarqalasan. Ana endi dars xonasida ustoz kirdi. Hamman o'tiribsan. Ustoz kirib, assalomu alaykum dedi. O'tiringlar dedi. Sizlar uchun sevimli fanlaring, sevimli dars boshlanadi. Sevimli faningiz bu ham bo'lsa men bilaman, matematika. Ana qara, hamma desa. Sana qara, men bilaman axir, men bilaman-ku. Matematika darsi bo'lyapti. Hammang bezovta. Xuddi ichingga bir narsa kirganday. Ustoz jon kuydirib bir narsalarni tushuntiryapti. Yonida o'tirgan yigit o'rtog'idan soat so'rayapti. O Farhod. Soat necha bo'ldi? Jim, ma'lum urushadi dedi. Soating yetgan necha bo'ldi? 15 minut o'tdi dedi. Nechidan o'tdi dedi? O'zi o'tdi dedi. Mani sen ahmoq qilmagin, tushundingmi? Sen sekin soatingning ichida qancha o'tganini menga to'g'ri aytgin, bo'lmasa yomon qilaman. Jim hozir ma'lum ko'rsa urushadi, hozir chiqarib yuboradi darsdan. Aytasanmi yo'qmi dedi. Yo'q dedi. Ey, qo'li omburga aylanib, bechora haligi yigitga shundoq bosib 1 kilo go'shtni 360 gradusga aylantiradi. Ay. O'qituvchi bechora qarab, "Ha, nima bo'ldi? Bironisi chaqib oldi" desa, o'qituvchi bu yoqqa qarab, yana bir seni yozishni boshlash bilan, "Aytasanmi yo'qmi?" dedi. 15 minut o'tdi dedim. Soatimning strelkasi bitta bo'lsa, men nima qilay? Qara, sinfdagi bitta soati ham kichkina strelka tushib ketib qolib, kattasi aylanib yuribdi. Ikkita qizcha o'tiribdi. Ikkita qizcha endi shunday darsi berilib eshityapti. Ustoz jon kuydirib, bekorga dars bermayotganini shundoq sezib turibmiz. Yonidagi qiz ikkinchisiga aytayapti, "Gulnoza, agarda sen kuchli fokuschi, afsungar bo'lib qolsang, qanaqa karomat ko'rsatarding?" Sen agarda men kuchli fokuschi, afsungar bo'lib qolsam, shu matematika ma'lumini chumchuq qilib derazadan uchirib yuborardim. Qara, bechoragina butun boshli katta matematika muallimini chumchuq qilib uchirib yuborishga ham tayyorsizlar. Fanni yaxshi ko'rasizlar-da. Ana endi qarang, chiqing dedi. Chiqing dedi, hammanga jon kirdi. Shunda o'tirdik. Shunda quyosh chiqqanday bo'lib ketadi sizlardan. Pastga tushding, qizchalar to'rtta bo'lib, bir-biri bilan ertangi kuningga, ertangi hayotingga aloqasi yo'q gaplarni boshlaydi. Shunaqa mehr bilan boshlashadi. To'rtta qizcha gaplashyapti. Voy tavba, battar bo'lsin. Tashab ketibdimi, o'lsin. Nimani tashab ketgan? Nima qolib ketgan? Hech kim ejasan tushunmaydi. Bitta qizcha o'tiribdi, bizning qizlarimizda romantika kuchli. Shundoq darsda o'tiribdi, tanashasi bu yoqda qolgan, xayol-payol Hindistondan Amerikaga o'tib ketgan. O'qituvchi jon kuydirib dars beryapti, hali qizchani ko'rsang. Muallim aytadi, ana boshlandi deydi. O'sha payt borib, agar Dilbar desa bormi? Shu indamaydi, mayli deydi, hozir o'tib ketadi deydi. U o'tib ketadi deb tursa, bir yigit dab durishdan o'rnidan turib, sinfda yura boshlaydi, xayolga shunday qotib qolgan. Sekin borib o'rniga o'tiradi. Muallim aytadi, yaxshi ham shunday qilib chiqib ketmadi-ya deydi. Qayerga ketardi deydi chiqib ketganda.
O'zini kulgili xayolidan sinfda pashsa ushsa bilinadigan sukunatni buzib, orqa partadan ovoz chiqyapti. Qara, dars ketyapti, orqa partadan ovoz chiqyapti. Ustoz aytadi, "Yo, tavba, yaxshilikka bo'lsin" deydi, mayli. Deb tursa, bir qiz shunday dars berib turganda hech narsa ko'rinmagan bir qizni og'zidan bir narsa mana shunaqasiga shishib kela boshlaydi. Ustoz aytadi, "Yo, tavba, o'pka-po'pkasi ishlamay qoldi." Qarasa, haligi narsa kattayib kelib paq ketadi. U chaqich bo'ladi. Jivachka. Shunaqangi katta qilib shirasilar. Mana shunday bo'lib ketadi. Oy, a'lochi deb oldingi qatorga o'tirg'izib qo'ygan. Biz ishongan bola dars berayotgan muallimga qarab turib birdan boshlab qolsa, tavba, oshqozonigacha ko'rinib ketdi. Eslash degan yomon narsa, yuqumli. Mana hammang qimirlab. O'qituvchi ham odam. Yoz hammang. Agar tayyorlanib kelmasang, ertaga mendan ko'rasan. Hali endi butun sinf boshlaydi. Ey bolam, vaqting ketdi. Vaqting ketdi. Vaqtida ilmni olmasang, ertaga seni faqat qutqaradigan, senga katta bir porloq kelajak, baxt, obro', mansab nasib etadigan ustozdan olgan ilming. Agar shuni mukammal o'g'risi bo'lmasang hozir, ertaga yutqazishing aniq. Shunday ekan, yoshlik bir marta beriladi o'g'lim. Bir marta berilar ekan qizim, ustoz berayotgan beminnatgina ilmni haqiqiy o'g'risi bo'linglar. Olinglar, kelajakda mana shu barcha ustozlarimiz, barcha ulug'larimiz aytayapti. Yoshlar bizni kelajagimiz deyapti. Shu kelajak bo'lishga, shu bobodan, otadan kelayotgan shu ajoyib bir manzil va makonlarni haqiqiy egasi bo'lishlik uchun ilm kerak ekan, shuni egasi bo'lishlaringni men so'rab qolaman bu ulug' zaminda. Shoir bekorga yozmadi. Assalom muallim, mening aflotunim, boshim yerga egib qilurman ta'zim, sening sharafingga talpinadi manim, subhidam chog'dagi nazmi bu so'zim. Bu ko'z jilosida rang-barang tovlangan, munis tabiatning saxiyligi dilda, olis xotiralar zanjiriga bog'langan, olqish tashakkurlar takrorlanur dilda. Assalom muallim, aflotunum mening, orzular, armonlar bir dunyodir hali. Haliyam o'yin qaroq, o'quvchingman seni. Omon bo'ling Xudoya. Juda ko'p magazinlarga tufli oqtarib kiramiz, ko'ylak oqtarib kiramiz, ayniqsa shlyapa ham oqtarib kiramiz. Mana shu shlyapalarning ichidan taylariga yozishib qo'yadi, zinakachistva deydi. Bir xilgisini oldiga borsangiz kiyigizga o'xshaydi. Yana bir xilgisini to'ntarib qo'ysangiz o'zimizning uyda ro'zg'orga ishlatadigan chilopchinga o'xshaydi. Bularda sifatini topib bo'lmaydi. Bir aylanib yaqinda Qo'qonga kelgan paytimizda Qo'qonda magaziniga kirsam, bir patpirlabgan bir joyda chang bosayotgan qop-qora bir shlyapa menga qarab gap qotib qoldi. Birodar, meni sotib ol. Bu joyda turaverib xo'rib ketdim. Seni boshimga uramanmi? Chang bosyotibsan. Nodonlik qilma, changimiz silksang, mana bundoq shlyapa olaman. Senga o'lguncha xizmat qilaman. Buni bir ajoyib xislati bo'lsa kerak deb tavakkal dedim, sotib oldim. Uyga borib shunda boshimga qo'ndirishim bilaman, shlyapa tiliga kirdi. Undoq emas, mana bundoq kiyish kerak-da, sekin-asta peshonamga sirg'alib tushib, sal qiyshayib to'xtadi. Endi gapimga quloq sol. Har bir odamni ko'rganda tirjayavermasdan seryozni turishni o'rgangin. Odamlarga zimdan qarab qovoq sog'in dedi. Men shlyapani gapiga kirib, odamlarning nazarimga ilmay qo'ydim. Mana shunday yurishni odat qildim. Bir kuni go'sht xarid qilgan qassobxonaga kirsam, qassob bir menga qaradi, bir shlyapamga qaradi-yu, atrofimda girdi kapalay bo'lib aylanib qoldi.
son degan joydan shundoq shatdi laqim joyini shundoq qirqillab qo'limga qistirib qo'ydilar. Uyga borib bundoq o'ylab qarasam, go'sht pulini bermay ketman. Shilyapak tiliga kirib gapirib qoldi. Ko'rdingmi, nodon? Seni qassob yo prokuror yo revizor deb o'yladi dedi. Shundoq qilib ishlar yurishib ketdi. Avtobusga bilet olmoqchi bo'lsam osonroq olaman. Shundoq borishimga odamlar meni ko'radi-yu, narigi tomonga surilishadi. Poyezdga bilet olmoqchi bo'lsam alomon o'chirib turgan bo'lsa ham, meni shundoq borishim ko'rib, bu bir kattaroq odam bo'lsa kerak deb sekin bo'shatishadi. Borib xohlagan paytimga bilet olaman. Har kuni yotayotib xotinga shilyapani shundoq uzatib aytaman, xotin, shilyapaga ikkita to'gin. Oyoq osti bo'lib ketmasin, sam xotin, voy dadasi, bosh eson bo'lsa shilyapa topiladi deydi. Xotinlar bilmaydi-da, gap boshda emas, shilyapada.